Assalomu alaykum hammaga. Bugungi qilingan ishlarimizdan Cobalt M7imizga eng kerakli bo'lgan funksiyalarni hammasini yoqib berdik. Mashinamizga suv graduslarni yozib berdik. O'zini shtatniy monitoriga orqa kameralarni aktivatsiya qilib berildi. Zada ko'rganda kameralar yonadi. Keyin Cobalt mashinalarida bagaj ochishdan mana shu kalitni o'chirib, chiqarib, keyin bagajni ochish kerak. O'zi asli bu juda noqulaylik tug'diradi sho'pirlarga. Shuning uchun ochdi yopdi knopkasiga programma orqali bagaj ochadigan qilib berdik. Mana shu ochadigan knopkani 2 sekund ushlab turilsa, bagajlari ochiladi. Hech qanaqa simlari kesilmaydi. Hammasi bu absolyutno 100% programma orqali bitadi hammasi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlarni a'lo darajada bitirib berishga harakat qilamiz.